Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa tuman Xalq banki hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Navbahor MF 5-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti ekilgan. Umumiy yer maydoni 8 gektarni tashkil qiladi. Eni 400 metr, uzunligi 2000 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinni unib chiqishi, gullashi va yetishtirilishi uchun kun davomida sug'orish ishlari, zamonaviy agrotexnik ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan sug'orib kelinmoqda. Ushbu loyihada jami 50 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 sotikdan yer ajratilgan. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Savay Tong Yulduzi fermer xo'jaligi korporatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 5,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga yuqori daromadlik ekin turi ekish uchun kerakli yer egalari bilan maslahatlashgan holda kerakli daromadlik mahsulot ekish uchun ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu maydon ikki tarafdan fermer xo'jaligi yeri bilan chegaradosh hisoblanadi.